Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Savdoylar barokatli bo'lsin. Xo'p, yangiliklarga to'xtaladigan bo'lsak, yangiliklar yana haftaga qoldirildi. Ya'niki non-farm NFP. Xo'p, Goldda kuzatilgan holat va kuzatilayotgan holatga nisbat qilamiz. Haqiqiy range'ni topib oladigan bo'lsak, bizada yuqori range likvidatsiyasi yechildi va undan keyingi holat o'zidan o'zi range low'ga ataka bo'lishlik kerak. Range low 3793 narxini ko'rsatyapti. Bu joyda birdaniga bunga bormaganligi sababi 30-sentyabr soat 9:00 dagi low'ga nisbatan H100 bilan SMT sodir bo'ldi. H100 yechib qo'ydi va tepaga qarab narx reaksiya berdi. O'shani hisobiga bu mana bu ichki likvidni yechish doirasida tepaga narx harakat qildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Internal. Xo'p, bu endi globalniy trend bo'lganligi uchun, ya'ni PDRdan PDRga qarab narx harakat olyapti, lekin mana shu joyda o'zida bizga qiziqarli narsa struktura sinishi deb oladigan bo'lsak, struktura sinishi olingandan keyin MMXM nazariyasida mana bu joy range'da high hisoblanadi va mana bu joy range'da low hisoblanadi. Bu lokalniy time strukturasida. Xo'p, endi hozirgi holatda bu joyda bizda SMT'larimiz mavjud edi, lekin Gold ham yechdi. Hozirgi vaqtni o'zida mana switchnoy SMT bo'libdi, ya'ni Gold eng oxirgi maksimumni yechdi, Hga yech olmadi. Lekin bizda hali struktura sinishi yoki boshqa narsa sell uchun setuplar mavjud emas. Xo'p, qachon mavjud bo'lishligi mumkin? New York kill zone kirishligida yokida London reversal berganida bizga o'sha narsa qiziq. Xo'p, bu joyda mana bu eng oxirgi qoldirilgan ketma-ketlikda chiqqan buy swechkalar CISD o'rnida keladi. Lekin qarabsizki, hali bunga touch berganligi yo'q. O'shani hisobiga hozirgi momentda o'zida PDRga nisbatan SMT bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, ya'niki bu manipulyatsiya bo'lishligi mumkin. Kelasida yana narx turtle soup va sweep holatlari kuzatilgandan keyin ikkinchi oyoq izida kirishlik bizga yaxshigina imkoniyat bo'ladi. Xo'p, endi faqat sellga yuzlanib qolmasdan, ya'niki buyga ham yuzlanamiz. Xo'p, M15 time frame'da mana bu joyda misol uchun SMR hosil qildi. Qayergacha? Ichki likvidgacha. Ichki likvid qayer? Mana bu uzun tushgan displacementda 50%. O'sha 50% muqobil to'pa hisoblanadi va o'sha muqobil to'pani misol uchun hozirgi vaziyatda oldi. Xo'p, bizda o'zimiz 29 va 26 zonalarida buy bitimlarimiz bor edi, ya'niki sotib olish. Xo'p, bu bitimlarni biz nima uchun ushlab turibmiz? Sababi global trend o'sishlikda davom etganligi uchun pastdan ilinishlikka harakat qildik. Harakat qilganimizdan keyin bu SMT ga nisbat bo'lib kirildi. Misol uchun bu yoqda hech qanaqa bir nima deydi, tajribadan kelib chiqqan holatda M15 time frame ga oladigan bo'lsak, xuddi shu joyda o'zida bizda nima bor edi? SMT hosil qilgan joyda o'zida order block va mana bu likvidni yechish doirasida FBG, ya'ni BC o'sha joydan narx поддержка oldi. O'shani hisobiga kirildi bitimga. Xo'p, endigi holatga yuzlanadigan bo'lsak, bizda mana bu joyda o'zida buni SMR deb oladigan bo'lsak, mana bu joyda va mana bu joylar hammasi short term low asosida keladigan bo'lsa, yokida men mana buni olgan bo'lardim. Xo'p, itili yasab ketdi deyishga ozgina vaqtli bo'lishligi ham mumkin. Lokalniy time strukturada, lekin itili mana shu bo'ladi. Va muqobil tipi o'zidan o'zi narxda 50% tipa CRT ga o'xshaydi. Lekin o'zi aslida
eng oxirgi likvidatsiya yechilishi tepagacha kuzatilishi kerak. Lekin klassikaga yuzlandik. Global trend buy o'sishlik jarayonida, lekin lokalniy time struktura bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ya'niki mana bu joydanmi yoki mana bu joydan olib tortadigan bo'lsak, bu joyda trend sinishi bor. Demak, globalni sinishligini lokaldan boshlab ko'rishimiz kerak. O'shani hisobiga. Xo'p. Demak, buy uchun поддержка zonalar va buy nima uchun kirilganligini hozir men keltirib berdim. Endi tepadan kutiladigan narsa nima? Mana bu CISD yoki o'rtadagi bo'shliqlar, breaking gap yoki da measuring gap. O'sha joyda o'zida struktura sinishiga nisbat qiladigan bo'lsak, mana bu STH ni ITH yasagani narx chiqdi desak bo'ladi. O'shanda birinchi lokalniy time frame da range high va range low ga yuzlanadigan bo'lsak, bizda birinchi range low yechildi va ikkinchi range high yechildi. Bu o'zidan o'zi aytadiki, mana bu joyda razvorot oladigan bo'lsak, range low ga yana harakatni ko'ramiz. O'sha miqyosda, ya'niki range low ga narxni olib tushib ketsak bo'ladi. Ya'niki 3792. Bu joyda standart deviation ga yuzlanadigan bo'lsak ham 4.5 zona iminni range low'da ko'rsatib turibdi. Undan keyingi maqsadga o'tadigan bo'lsak, ya'niki range low olingandan keyin PDRga chiqganda yana sell ochishlik aslida kerak, aslida muhim. Lekin HUSD ga biz yuzlanadigan bo'lsak, hali tepadagi original konsolidatsiya monthly, ya'ni oylik time frame da olinganligi yo'q. Bu joyda chalg'ituv bo'lyapti desam ham bo'ladi. Sababi har o'tgan yil ham xuddi shu holat bo'ldi, bu yil ham o'sha holat bo'ldi. Ya'niki original konsolidatsiyani yechmasdan turib birdaniga double Porsche modelini hosil qilib qo'ydi. Ikki tomonlama tozalash. O'shanga bu pastga tushib, ma'lum bir likvidni yechgandan keyin HUSD o'zidan o'zi tepaga uchib ketsa, xavotirga tushib qolmaylar. Chunki tepadagi likvid motor kabi, magnit kabi o'ziga tortadi. O'shani hisobiga goldda big shortga tayyorgarlik ko'rsak bo'ladi deb o'tgan safar ham aytdim. Kimdir agar eshitgan bo'lsa. Xo'p. Kelasida narx qanday harakat qilishi mumkin? Ya'niki range low'da olgandan keyin PDRga bu yana chiqib berishga mansub bo'lib qoladi. Tepaga chiqqandan keyin bu tepaga chiqish jarayonida HUSD 49 mingni yechib qo'ysa, o'shanda all time high'larda SMT mavjud bo'ladi. Va undan keyingi holatda kattaroq time frame'dagi range low'larga atakani kuzatamiz. Biz endi chakana trader bo'lganligimiz uchun misol uchun all time high'da hozir 96 dan sizda sellingiz bo'ladigan bo'lsa, uni pastgacha 2,5 mingga yoki 1600 narx oraligigacha ushlab o'tiring deb maslahat bermayman. Chunki hozir iqtisod, siyosat o'zgarib ketyapti, o'shani hisobiga har qanday holat kuzatilishligi mumkin. Shuning uchun kunlik planni bajarib bozordan chiqgan yaxshi. Agar siz trading olamida yangi bo'ladigan bo'lsangiz, bozorga qayerdan kirib, qayerdan chiqishni bilmayotgan bo'lsangiz, bu siz uchun bir namuna bo'lsin. Xo'p. Demak shu, o'shanaqa gap. Bizda yaxshigina SMR kerak bo'ladi. Ya'niki narx PDRga chiqqandan keyin bir marta yoki da 2 marta sweep holatlari kuzatiladi yoki da mana bu joyda SMC tilida chok, trend liniya buzilishi va hokazo. ICT da MSS bermasdan mana shu joyda berdi deyiladi, lekin bermasdan turib yana bir marta sweep holati kuzatilib, undan keyingi holatda pastga bitta sho'ng'igandan keyin tepaga chiqilib, mana shu joyda o'zida lokalniy time strukturasida ITH dan narx pastga gazlab olish mumkin. Demak, nima deyotganimni yaxshi tushundilaring degan umiddaman. Bir marta sweep va yana bir marta va undan keyingi holatda ma'lum bir IFV ga yoki da order block. Va shundan keyin narx pastga tushib ketish kutiladi.
Bugungi tema shu, bugungi setup shunaqa ko'ryapmiz. Agar kimda kim bizga o'xshab pastdan bayga ilm olgan bo'ladigan bo'lsa, tepadan yana sel ochishligini maslahat beraman, agarda struktura sinishini beradigan bo'lsa. Unda ham bu pastga kechagi holatga o'xshab, selga o'xshab yana tushib ketadigan bo'lsa, shunda bular hammasi bezubetga olib, tepadagilarni foydada olib chiqib ketishga muvaffaq bo'lasiz. Xo'p, hammaga rahmat. Charchamanglar, savollar bo'lsa, kommentariyada kutaman.